Sizga savol, pul, baxt, sog'lik, qaysi birini tanlaysiz? Baxt. Baxtni pul sotib ola olmaydi. Baxt pul sotib. Baxti bor odam eng boy odam. Insonni baxtdan muhim narsa yo'q dunyoda. Eng muhimi inson uchun baxt. Hamma baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Men uchun baxt muhim, boylik emas. Boylik insonni baxt qasrini qurib bera olmaydi. Lekin to'g'ri, pul bo'lmasa baxt qurish emas, lekin men uchun eng muhimi baxt. Birinchi o'rinda baxt. Baxt men uchun. Nega sog'lig'ini so'ramadingiz? Eng birinchi o'chirtdagi sog'liq. Sog'lig'i. Sog'liq bo'lmasa baxt. Mo'jiza ro'y berib, oyoqlaringiz ishlab ketib yurib ketganingizda birinchi qiynanishingiz nima bo'lardi? Qiyin savol. Qiyin savol berdimmi? Inson uchun sog'liq. Sog'liq. Qani men ham to'rtincham sog' bo'lgan. Hamma qator yurgan. To'rtinchasi sog'lom, soppa-sog' yurgan odamlarga oyog'ini qadriga yetmayotgan, uyda yotgan, qo'pol qilib aytganda xotinini bozorga chiqarib qo'ygan yo ishlatib, uyda xotiniga qo'liga qarab qo'ygan erkaklarga nima maslahat berasiz? Endi hammani ham o'ziga bog'liq davrlar. Inson o'ziga bersin. To'g'ri bor. To'rtinchasi bo'lib turib boqimali qilib yotganlar bor. Lekin ularga bizning kunimiz boshiga tushmaganda, agar shu kun boshiga tushsa, o'sha mana shunaqa boqimalichilik yotganiga afsus qiladi. Hamma ham boshiga tushmayincha yaxshi kunni qadriga yetmaydi mana. Ertaga kech bo'ladi, lekin boshiga bir musibat tushgandan keyin har bir vaqt g'animat inson uchun. Bu dunyo 5 kunlik dunyo. Bugun bor biz, ertaga yo'q biz, Xudo biladi. Qancha umrimiz bor. Inson umridan ko'proq unumli foydalanishga harakat qilish kerak. Vaqt g'animat hammamizga.